Assalomu alaykum azizlar, odamlar. Bugungi obzorimiz Samarqand Seliski Qircha mol bozoriga keldik. Ularning obzorini chiqaramiz. Bugungi sanamiz 28-aprel haftaning seshanba kuni 2026-yil. Hozir bu mol bozorimizni mayda mollarni asosan ko'p obunachilar so'raganda mayda mollar, katta mollarni ham narxini chiqaramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, tarafingizga qizil podpisatsiya obuna degan yozuv bor. O'shani bir martagina bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirgizib borayotgan videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Albatta esingizdan chiqmasin. Mana unday like ni bossak, videomiz keng ommaga tarqaladi. Albatta hozir bu tarafga drabilka nimalarimiz kelgan. Ularni batafsil ma'lumotlarni beramiz. Keyin ichkariga kirib bemalol mollarni narx-navosi bilan o'rtab boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Mana ichini ham ochib arzon bo'lib ketdi mana. Bugungi bozorga vaqti tushib ketdi mana. Tushdimi? Ha, ko'pligidan tushib ketdi aka. Ko'pligi. Aka 4 kilovat, 6 kilovat qanaqa u? Ma'lumot 4 kilovatlik alyumin motorimiz 2.300 mingdan tarqataveryapsiz aka. 2.300 2 million 300. Ha, 2.600 ming sotilayotgandi, 2.300 dan beraveryapsiz aka. 2 million 300. 6.5 kilovatliklar 2.5 milliondan berib aka. 2,5 milliondan. 2,5 million. Nomer telefonni ayting. Nomer 94lik 141 88 11. 94lik 141 88 11. Mana shu. Mana ishlarni ham reklama qilmay, ishlarni ham qarang, rivojlanib ketgan oxirgi model mana. Oxirgi model 34 ta tishi bor. Bir xilingini ko'ryapman-da, bitta mana unday resorni sevarga qilib qo'ygan u bo'lmaydi-da. Mana shu bunga tiqilib qoladi akajon, bunga tiqilmaydi aka. Luboyadan sotib chiqaraveradi. Mashalloh. Mana shu raqamga telefon qilsangiz, akamiz dastavkachi bilan kelishtirib beradi. Mana tarozi kelgan, mana Samarqand bo'ylab tarozi qilsangiz, uyingizga olib kelib, molni nima, tarozi qilib berasiz. Uyiga borib, nechta mol bo'lsa tortib chiqarib beraveramiz. Misol, menga 5 ta mol bo'lsa, Samarqand Seliskiga bo'lsa, nech pul bilan kelib tarozi qilib berasiz? Aka 300 ming bilan tortib berib ketaman aka. 5 tasiga? 5 tasiga. Donasiga adelni uni kelishasiz. Donasiga bo'lsa ham kelishaveramiz aka. Kelishasiz. Mana shu raqamni pastga opsiyaniga yozib qo'yamiz, akamizning raqamini bemalol tarozi deb yozib qo'yamiz, bemalol kelib ustiga gaplashib nima qilaverasiz, drabilkani, keyin tarozi kerak bo'lsa taroziga ham telefon qilasizlar. Mana olingan variant. Qo'shqorlar. Nechiga oldi? 5 million 600, unisi 4 millionga olingan variant. Shunday kirganda qo'zi bozor. Assalomu alaykum. Mana. Sementavchi o'lib yotibdi pashti. Egasi ham yo'q. Bog'lagan ketgan. Mana hozir bu yoqqa bitta katta gigant kelgan. O'shaning obzorini chiqaraman. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Katta mollardan chiqaraylik. Bu qanaqa? Paroda? Simenta chat. Ha, smeshenida gibrid. Mashalloh. Nech pul deyapsiz buni? 45 million kami bor. 45 million kami bor. Bu ham bir 1.50 ziyot ha. U kuni bitta videoga ko'ryapman-da, mana shunaqa mol 1.70, 1.80 deydi-da. Odam bilan hisoblasangiz ham bo'ladi-da. Mana yelkasini hisoblaydi-da, mana kallasini hisoblasangiz 1.90 ham chiqadi. Bozor nech pul so'radi? 40 million so'rayapti. 40 million so'ragan. 40 million aytyapti. Aka nomer telefonni ayting-da. 94lik 241 50 40. Manzil Jomboy ha? Safar aka? Daday. Bular necha yashar bo'ldi? 1 yoshdan o'tgan aka bilan. Ha, 1,5 yashar atrofga. Lekin o'ta o'zgaribdi. O'ta o'zgargan. Hamma zotdan borda Angus, yog'i Simental, Avlokul, Sharali. Hammasidan bitta chiqargansiz. Aha. Fermadan. Azizlar, mana bu fermadan chiqqan, Rossiyadan kelgan bular. Rossiyadan. Hozir oldiga bitta boraylik. Narx-navosini ham kelishtirib aytasiz. Xohlasa bozorda, xohlasa borib fermadan olaverasiz. Bemalol. Mana qarang. Hozir bitta haydab kelsin. Ular hammasi fermaning moli. Mana. Mashalloh. Aberdeen Angus. Originallari ya. Original. Bular nech pul? Bular nech pul?
32 milyon kam bor yo'qmiz. 32 milyon so'mdan kami bor. Ha? Bor. Kami ko'pmi? Kelishtirib berasiz. Kelishtiramiz. Nomer telefonni ayting. Kam. Ha. 91lik 91lik 548 548 0607. 0607. Mana shu raqamga telefon qilsangiz, manzillari Yangariq do'stlik. Yangi Zapchas bozordan o'tgandan keyin qarshi kurugidan o'tgandan keyin bitta razvorot chiqadi. Razvorotdan o'ngga razvorot qilib o'ngga kirib borasizlar. Ulug'bekni fermasi qayerga desangiz ko'rsatadi. Lokatsiyani ham tashlab beradi. Mana oldiga borib bitta ko'rsataylik. Ular arqonsiz yuribdi-ku, har joyga nima bo'lib ketyapti-da. Lekin o'ta udar ekan mana anguslari ham. Buni qarang. Uzun ham. Kameraga chiqmayapti. Pashti. Kallasini bunday qilsa. Hozir bir bilan olyapmiz. Ikki bilan emas mana. Uzoqroqdan. Shuna qarang. Angus zo'r o'zgaradi-ham. Mashalloh. Mana shu raqamga telefon qilsangiz, kelishtirib beradi. Pul kerak. Yangi partiya olib kelamiz deydi, yo nima qilamiz deyapti. Uni sotamiz deyapti mana. Mashalloh. Yeyishi, ichishi zo'r-a? Mashalloh. Yeyishi garantiya. Garantiya. Mashalloh. Mana katta gigant molimiz kelgan. Kimniki ekan bu? Ha? Katta gigant molimiz kelgan. Uzoqroqdan ko'rsatamiz. Keyin narxi navosi kimdan? Hammasini ko'rsatamiz. Aka bu necha yashar? 6 yashar. 6 yashar. Mashalloh. Bu zoti Estonmi qanaqa bu zoti? Eston ha? Mashalloh. Hozir buni qarang-da. Bo'yi 180 chiqadimi bemalol, ha? 190. Sal oldiga o'ting-da. Hozir u pastlikka teng bo'lib turibdi-da. Pastlikka. O'ta nihoyatda gigant ekan. Buni narxi nech pul aka? 130 million. Mashalloh. Hozir adelni bitta shorts video bo'ladi. Buni nima qilib internetga joylashtiramiz. Bozor so'rayaptimi? Bozor hali bo'lsa eshitmadagi yo'q. Bozor hozir qassoblarni puli yetmayapti bunga. Aylanib turibdi. Nima deysan? Ha, mashalloh. 6 yashar, mana molni qarang. Estonni ko'ryapsizlarmi? Eston qanday bo'ladi? Eston ozgina vaqt oladi, lekin katta bo'lib ketadi. Simental Maşallah. To'xtama, ke. Mana hozir orqa korobkalarni ham ko'rsatamiz. Saqlanma. Aka nomer telefonni ayting. Nomer telefon. 90lik 90lik 191 191 66 54. 66 54. Biz Samarqandga Hojiboni mollari chiqaverdi-ku. O'shandan ham baquvvat bu. Men uni ustiga o'tirganman. Birinchi borib o'zimiz syomka qiluvdik-da. Maşallah. Hoji Furqatning mollari. Mana molli orqasi. 6 yosh. Biz harakat qilamiz, ularning tiyilishga. Mana hamma so'ragan, mayda Greenfordlar so'ragan edi, mana mayda Greenford simental molimiz kelgan. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Soni nechta bugun? 7 bosh. 7 bosh, ha? 7 bosh. Savdo bo'lyapti-ham bu. Bo'lyapti. Nech pul qildi mana o ikkitani? 23.5 dan bir joyga so'rayapti bularni. Hammasini. 23 milyon 500 dan 7tasini bir joyga so'rayotgan. Qo'shganga sotamiz. Ha, 23 milyon 500 dan qo'shganiga sotasiz. 6 oylik deyapti. Nomer telefonni ayting. 93lik 93lik 342 342 43 81 ha? 81. Manzil Tayloqga. Samarqand viloyat Tayloq tumaniga mana. 23 milyon 500 dan so'ragan ekan. 7 ta. Hammasi sog'lom. Mana. Angus, Aulikol, limuzin, hammasidan sharalilan bor.
Yaxshi ishlab tutuning. Maşallah. Anguslar izliyor ekan mana. Angusni ko'ring. Angus bo'yi past bo'lsa, orqa yelkasini qara. Hozir nomer telefoni bilan hammasini olib qo'yamiz. Bu tarafga maydalari ham kelgan. Assalomu alaykum. Jo'ra, qandaysiz? Alaykum assalom. Ular nesh puldan nesh pulgacha? 27 haydang. 27'den 27 milyondan boshlab to 40 milliongacha mol bo'ldi. ha mana 27 milliondagini bitta ko'rsataylik. Mana bu Mickey Mouse sementala. Bu semental, bu Mickey Mouse 27 milyon. Bu tarafdan boshladi. Ha, bu tarafga 40 milyon so'mgacha. Mana bu Angus nimalar 40 milyon deyapsiz. Mana bu Angus nesh pul mana bu kattasi? 42 kam. 42 milyon ha. Mana bu maydasi 40 milyon. Kami bora. Nomer telefonni ayting. 50'lik 579 arzasa 74 84. 74 84 manzil via fizika samgasi samgasi hozir maydasini ham ko'rsataman sizlarga mana maydalari ham mayda Greenford Semental hammasi ham mana shu raqamga telefon qilsangiz kelishtirib chiroyli qilib beradi. Bu tarafga quyosh orqasidan ololmaydi. Bu tarafga hozir mesli mollar kelgan, mesli mollar mana. Mesli mollar, bularni ham narxini yoritamiz inshaalloh. Bu neç pul? Neç pul? 22 milyon. 22 milyon. Bozor neç pul soruyor? 16 9. 16 milyon 900. Yüzkan 17 söylegan ekan. Maşallah. Bu 1.15 atrofga chiqadi o'zimizni molimiz.